Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan medulla spinalis haqida gaplashamiz. Medulla spinalis ya'ni orqa miyani neyroanatomiyasini ko'rib chiqamiz. Orqa miyani neyroanatomiyasini o'rganishimizdan oldin orqa miyani asosiy vazifasi nimaligini bilishimiz kerak. Orqa miya asosiy 3 ta vazifani bajaradi. Birinchi vazifasi bosh miyadan kelayotgan harakat impulslarini periferik nerv sistemasiga o'tkazib beradi. Ya'ni mana qo'lni qimirlatadigan buyruq bosh miyadan olindi, orqa miyaga o'tdi va periferik nerv sistemasiga uzatilyapti. Bosh miyadan qayerga? Periferik nerv sistemasiga motor impulslarni o'tkazib beryapti. Endi ikkinchi vazifasi, orqa miyani ikkinchi vazifasi periferik nerv sistemasidagi sezgi axborotini bosh miyaga o'tkazib beradi. Periferik nerv sistemasidagi e'tibor beramiz, sezgi informatsiyasini qayerga? Bosh miyaga o'tkazib beryapti. Ya'ni qo'lingizga paxta bilan silayapsiz, qo'lingiz masalan igna kirib ketdi yoki qo'lingiz masalan kuyib qoldi. Bu haqidagi axborot periferik nervdan orqa miyaga o'tadi, undan keyin bosh miyaga uzatilib beryapti. Uchinchi vazifasi, orqa miya organizmda lokal reflekslarda ishtirok etadi. Lokal reflekslar, ya'ni mahalliy reflekslar sizlardan o'sha fiziologiya kurslarida ma'lum. Tizza reflekslari, axil reflekslari, ya'ni o'sha muskulni payiga urganingizda sezgi axborot orqa miyaga boradi, qayta ishlanadi va sizni ixtiyoringizga bog'liq bo'lmagan ravishda harakat impulsi sifatida o'sha muskul qisqaradi. Payiga uryapsiz, ixtiyoringizga bog'liq bo'lmagan ravishda muskul qisqaryapti. Mana shu orqa miyani lokal reflekslarda ishtirok etishi vazifasi hisoblanadi. Endi orqa miya qayerda joylashgan? Orqa miya umurtqa kanalini ichida silindrsimon shaklda umurtqaning fiziologik egriliklarini takrorlab joylashgan. Tushundingmi? Umurtqa kanalini ichida. Umurtqa pog'onani hamma biladi. Umurtqa kanali kanalis vertebralis deyiladi. Shuni ichida to'g'ri holatda emas umurtqa pog'onasi. Qanaqa umurtqada egrilik bo'lsa, mana shu egriliklarni takrorlagan holatda joylashar ekan. Tushundingmi? Endi orqa miyamiz og'irligi, orqa miya og'irligi 34 grammdan 38 grammgacha kelar ekan. Orqa miya uzunligi bo'lsa, uzunligi odamni bo'yiga mos ravishda bo'y uzun odamda masalan 45 sm, bo'y kaltasida o'sha 41 sm, ya'ni 41 dan o'rtacha 45 gacha deb olasiz. Adabiyotlarimizda o'rtacha 43 olingan, ayollarda, erkaklarda ajratib berilgan o'rtacha 45 santimetrligini bilib oling. Endi e'tibor beringlar, bizda umurtqa pog'onasi, ya'ni suyak umurtqa pog'onasi 65 santimetr keladi, o'rtacha. Umurtqa pog'onasi o'rtacha 65 santimetr, bunday qilaylik, 65 santimetr. Bizda orqa miya qancha keladi? 45 santimetr keladi. Ya'ni umurtqa kanalini ichida to'liq orqa miya bo'lmas ekan. Orqa miya umurtqa kanalini ichini to'ldirib turmaydi. Buni bilishimiz uchun endi hozir biz sizlar bilan orqa miyani qayerdan boshlangan, tugash joyini bilishimiz kerak. Qarang. Orqa miyani boshlangan joyi, orqa miya mana bu yuqorida bizda nima turadi? Kalla suyagi turadi. Ya'ni pastda ensa suyagi. Ensa suyagini foramen magnum degan teshigidan boshlanadi va tugaydi vertebra lumbalisda yoki birinchisida yoki ikkinchi sohasigacha kelar ekan. Tushundingmi? Boshlanish joyi foramen magnum, tugash joyi vertebra lumbalis 1, vertebra lumbalis 2 sohasida qanaqa konussimon shaklda tugar ekan. Tushundingmi? Konussimon shaklda tugaydi va bu joyni konus medullaris deb ataysiz. Konus medullaris. Biz orqa miyani nima dedik? Orqa miyani lotincha nomi o'sha medullaris orqa miyani anglatyapti. Konus esa shu konussimon shaklda. Undan pastga esa nima davom etadi? Filum terminalis, ya'ni terminal oxirgi ip shaklida davom etar ekan. Oxirgi ip shaklida orqa miya davom etar ekan. Va bu oxirgi ipimiz ham ikkita qismdan iborat ekan, qarang. Filum terminalis interna, filum terminalis externa. Filum terminalis externa. Bu filum terminalis interna, externa nimaga nisbatan olinyapti desak, qaranglar. Orqa miya hozir keyingi mavzu nimalarda ko'rib chiqamiz, keyingi ma'lumotlarda.
orqa miya mana bu yerda orqa miya bo'ladigan bo'lsa, mana konus shaklida tugayapti orqa miya. Orqa miya o'zi biz tashqarida 3 ta parda bilan o'ralgan. 3 qavat parda bilan, mana 3 qavat parda bilan o'ralgan. Mana shu orqa miya pardasini ichida joylashgan filum terminalis qismi, filum terminalis interna deyiladi mana ko'kda. Bizda mana qorada nima ketyapti? Orqa miyani o'rab turadigan parda. Orqa miyani o'zi qayerda tugayapti mana? Boshqa rangda beraylik. Konussimon shaklida birinchi bel yoki ikkinchi bel sohada tugadi. Undan pastga mana ko'k davom etdi, filum terminalis. Bu qoradagi orqa miya pardasini ichida turyapti. Shuning uchun buni interna deb atayapmiz. Keyingi filum terminalis keyingi qismi orqa miyani pardasidan tashqariga chiqyapti-da, dum umurtqalari sohasigacha boryapti. Buni filum terminalis eksterna deb atayapmiz. Tushundingmi? Filum terminalis interna bizda 15 sm keladi. Filum terminalis interna 15 sm keladi va dumg'azaning birinchi, ikkinchi sohalarigacha davom etadi. Filum terminalis interna. Filum terminalis eksterna bizda 8 sm gacha kelar ekan. 8 sm gacha keladida, u boylam ko'rinishida dum umurtqalarining birinchi, ikkinchi sohasiga, birinchi, ikkinchi dum umurtqalari sohasiga boylam ko'rinishida borib yopishib olar ekan. Hamma tushundi? Yaxshi. Endi sizlar bilan orqa miya segmentlari, kengaymalari, kaudeklin optimi haqida ko'rib chiqamiz. Orqa miya segmenti nima? Segment bu bir juft sezuvchi, harakatlantiruvchi orqa miya ildizi mavjud bo'lgan orqa miyani bir qismini biz segment deb ataymiz. Qiynalmasa qarang. Segment bu bir juft sezgi va harakatlantiruvchi orqa miya ildizi mavjud bo'lgan orqa miyani qismi. Pastda rasmda berilgan mana orqa tomondan chiqyapti bir ikkita mana sezgi va oldi tomondan mana harakat ildizlari chiqyapti. Mana shu bitta segment hisoblanadi. Odam organizmida bunaqa segmentdan 31-33 dona segment bo'ladi va bular tegishli ravishda bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza, dum segmentlari qilib bo'lib o'rganiladi. Bo'yinda 8 ta segment bor. Bo'yinda 8 ta segment bor. Bo'yin umurtqalar soni nechta? 7 ta. Nimaga bitta ko'p deydigan bo'lsak, ensa suyagi bilan birinchi bo'yin umurtqamiz orasida bitta segment bor. Shuni hisobiga bo'yindagi segmentlar soni 8 ta bo'ladi. Qolgan segmentlar ko'krak sohada 12 ta, belda 5 ta, dumg'azada 5 ta, bel umurtqalari sohasida bitta 3 ta segmentimiz bo'lar ekan. Endi yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa, hozir sizlar bilan gaplashdik, umurtqa kanalini ichida orqa miya to'ldirib turmaydi. Shuning uchun mana bu orqa miya segmenti bilan umurtqa pog'onasi, umurtqalarda o'sha umurtqa suyaklari bir-biriga mutanosib kelmaydi. Masalan, qarang, 7-chi umurtqa suyagi bilan 7-chi umurtqa suyagini masalan bunday topdingizda, shuni ro'parasida orqa miyaning 7-chi ko'krak segmenti turmaydi. Buni yaxshi o'rganib olishimiz uchun mana bu jadvalda iloji bo'lsa yozib, chizib olinglar, qaranglar. Birinchisida mana yerda aytayapti, sohalarga bo'ling. Yuqorigi bo'yin, pastki bo'yin soha, ko'krak soha, pastki ko'krak, yuqori ko'krak soha deb bo'lib beryapti. Mana bu yerda orqa miyani segmentlari, masalan S2 segment, ko'krak segmenti, bel segmenti qilib beryapti. Bunisida vertebral level, ya'ni orqa umurtqa pog'onasi, masalan, bo'yinning 2-umurtqasi, ko'krakning 3-umurtqasi, ko'krakda 10-si qilib beryapti. Bu yerda qanchalik bir-biridan farq qilishi, bitta umurtqaga farq qilyapti, 2taga, 3taga shu jadvalni yozib olsangiz, masalan, qaysi umurtqani ro'parasida qaysi segment turishini bilib olsangiz bo'ladi. Qarang, yuqorgi bo'yin segmentlarida orqa miyani 2-bo'yin segmenti umurtqa pog'onasi bo'yinning 2-umurtqasini ro'parasiga to'g'ri kelar ekan mana. Sam level, bir xil levelda turadi. Lekin bo'yinni pastki sohalarida, ya'ni orqa miyani 6-segmenti nimaga? Umurtqani 5-umurtqani ro'parasida turadi. 5-bo'yin umurtqani ro'parasida turyapti. Yoki qarang, ko'krakning orqa miyani ko'krak segmenti, ko'krakning 5-segmenti ko'krak umurtqasini 3-sini ro'parasida turar ekan.
Tushunarliga xuddi shunday mana bu yerda bitta umurtqaga farq qilyapti. Mana yerda nechtaga? 5 dan 3 ta ayirsa 2 ta umurtqaga farq qilyapti. Xo'p, bunisi tushunarli. Endi sizlar bilan gaplashishimiz kerak cauda equina ot dumi haqida. Cauda degani dum, ot degani o'sha equina, cauda equina. Bu nima o'zi? Cauda equina, qarang. Umurtqa pog'onasini so'nggi ipi bilan birgalikda mana umurtqa pog'onasini so'nggi ipi nima deganmiz biz? Filum terminalis. Mana qarang. Filum terminalis bitta chizib olaylik. Filum terminalis bilan birgalikda pastki 4 ta bel va 5 ta sakral va dum segmentlaridan chiqadigan orqa miya ildizlarini to'plamini cauda equina deb ataymiz. Mana filum terminalis. Bundan tashqari belda 5 ta segment bormidi? Shuni birinchisi emas, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchisi va dumg'aza, dum umurtqalaridan chiqadigan orqa miya ildizlari mana, orqa miya ildizlarini to'plamini biz nima deymiz ekan? Cauda equina deymiz ekan. Demak, bu tushunarli. Endi orqa miya kengaymalari haqida. Kengaymalar orqa miyada ikkita kengayma bor. Kengaymani intumessensiya deb ataymiz. Intumessensiya birinchi kengaymamiz cervicalis, keyingi kengaymamiz intumessensiya lumbosacralis deb ataymiz. Ya'ni bo'yin segmenti, bo'yin kengaymasi hamda bel dumg'aza kengaymasi. Bo'yin kengaymasi deganda orqa miya umurtqa pog'onasining ichida mana bunday bir xil holatda bo'lmas ekanda, bo'yin sohasida masalan nisbatan kengroq bo'lar ekan. Ko'krak sohasida mana bir xilda ketadi-da, yana bel dumg'aza sohasiga bunday kengroq joylashgan bo'lar ekan. Endi bu kengliklar orqa miyani qaysi segmentlariga to'g'ri keladi desak, intumessensiya cervicalis, ya'ni bo'yin kengaymasi bo'yinni 5-segmentidan ko'krakni 5-segmenti sohalarigacha kengaygan hisoblanar ekan. Intumessensiya lumbosacralis bo'ladigan bo'lsa, belni belni 2, 3, 4, 5 hamda sakralda 1, 2, 3 gacha bo'lgan sohalar kengayganligi uchun biz intumessensiya lumbosacralis deb ataymiz ekan. Yaxshi, endi hurmatli talabalar, sizlar bilan orqa miyani tashqi tuzilishida ko'radigan strukturalarimiz, orqa miyani yuzalari, egatlari, ildizlar haqida ko'rib chiqamiz. Orqa miyani 3 ta yuzasi farqlanadi. Ya'ni oldingi yuzasi, yuza degani bizda lotin tilida facies degani, oldingi anterior degani. Facies anterior oldingi yuzasi mana, facies posterior orqa miyani orqa yuzasi va yon yuzasi facies lateralis deymiz. Mana ikkita yon yuzasi bor bizda. Endi tashqi tomondan oldingi yuzalarda nimalarni ko'ramiz deganda, mana ko'rsak, oldingi tomonda o'rtada yoriq turibdi. Yoriq. Bu yoriqni biz lotinchalab fissura deymiz. O'rtada turgani uchun mediana deymiz, oldi tarafdaligi uchun anterior deymiz. Ya'ni fissura, mediana, anterior orqa miyani oldingi yorig'i. Endi ikki yon tomonida xuddi shu mana oldingi tomonida bunday egatchani ko'ryapmiz. Orqa miyani oldingi tomonida egatcha. Bu qayerda? O'rtada turgani yo'q. Bu yon tarafda turibdi. Shuning uchun orqa miyani oldingi yon egati desak bo'laveradi. Ya'ni sulcus egat lateralis yon oldingi anterior. Sulcus lateralis anterior deb nomlasak bo'ladi yoki sulcus anterolaterales desak ham bo'ladi. Sulcus anterolaterales. Tushunarliga, demak, orqa miyani oldingi yuzasida fissura mediana anterior hamda sulcus anterolateralislarni ko'ramiz ekan. Endi facies posterior orqa miyani orqangi yuzasida nimalarni ko'ramiz? Orqangi yuzada mana ko'ringlar o'zingizlar ham, mana hech qanaqa yoriq yo'q, bu yerda egat bor xolos. O'rtada egat bor. Ikki mana bu yerda yon tomonida mana egat bor. Ikkala mana o'rtangi egat bilan yon egatning orasida ham oraliq egati bor. Tushunarliga, endi bularni lotinchalab nomlab chiqamiz. Egat degani mana o'rtadagi egatni nomlaylik. Sulcus egat, o'rtadaligi uchun medianus, orqa tomon, orqa yuzadaligi uchun posterior. Sulcus medianus posterior deymiz. Endi yon egatni nomlaymiz sulcus, orqadaligi uchun posterior, yondaligi uchun lateralis. Sulcus posterior lateralis yoki sulcus lateralis posterior desak bo'ladi. Ikkalasini orasida oraliq orqangi egat joylashgan. Sulcus intermedius posterior
intermedius degani bizda oraliq degani, orqa tomonlari uchun posterior deb nomlab qo'yapmiz. Tushunarli. Demak, orqa miyani tashqi tuzilishida orqa tomonda qanaqa egatlarni ko'rishimiz mumkin desak, sulcus medianus posteriorni ko'ramiz. Sulcus lateralis posteriorni ko'ramiz va sulcus intermedius posteriorni ko'ramiz. Tushunarli. Endi yon tomonida mana ko'ryapsizlar, hech qanday egatlar, yorug'lar ko'rinmaydi. Shunday facies lateralis deb ketaveramiz. Endi orqa miya ildizi bu orqa miyada qanaqa ildizlar bor desak, ikki xil ildizimiz bor mana. Oldingi ildiz hamda orqangi ildiz. Nomlaymiz radix anterior, radix posterior deb qo'yamiz. Bu ildizlar nimadan hosil bo'lgan desak, masalan, radix anterior. Bu radix anterior hozir orqa miyani ichki tuzilishini gaplashamiz. Shu kulrang moddasining oldingi shoxida joylashgan motor neyronlarni nerv tolalarining bir nechtasi oldingi tomonda oldingi ildizni hosil qiladi. Orqa miyani oldingi shoxi harakatga javobgar bo'lgandek, oldingi ildizi ham harakat faoliyatiga javobgar hisoblanadi. Shuning uchun radix anterior bizda harakatga javobgar nerv ildizlaridan iborat hisoblanar ekan. Radix posterior esa, mana bu yerda ganglion nervus spinalis degan tugunimiz bor. Shu tugunda joylashgan psevdounipolyar nerv hujayralarining bir nechtasini tolalaridan iborat hisoblanadi bu orqangi ildiz. Psevdounipolyar hujayra bu tugundagi bizga sezgiga aloqadorligi uchun radix posterior sezgi haqidagi informatsiyalarni orqa miyaga olib kiradi informatsiyani. Bu oldingi ildiz harakat haqidagi axborotni bizda ishchi organ muskulga, periferik nerv orqali muskulga olib boradi. Teridan sezgilarda esa orqangi ildizimiz informatsiyani orqa miyaga olib kiradi. Tushunarli. Demak, orqa miya ildizida radix anteriorda neyronlari bizda oldingi shoxda joylashgan, radix posteriorda nerv tanalari bizda ganglion nervus spinalisda joylashgan. Demak, tushunarli. Xo'p, hurmatli talabalar, yana bir narsani bilishimiz kerak. Orqa miyani mana oldingi ildizi dediga radix anterior, radix posterior. Endi bular o'zaro qo'shiladi. O'zaro qo'shilib trunx nervus spinalis hosil qiladi. Ya'ni orqa miya nervining poyasini hosil qiladi. Ikkalasi qo'shilib bitta poyani hosil qilib, so'ngra umurtqalar aro teshik foramen intervertebrali orqali tashqariga chiqadi. Shunga bizda orqa miya qayerda? Umurtqa pog'onasi, umurtqa kanalining ichida joylashgandi. Endi u tegishli ishchi organga borish uchun periferik nervlarimiz umurtqadan tashqariga chiqish kerak. Uning uchun bizda foydalanar ekan foramen intervertebralidan foydalanib tashqariga chiqib oladi. Bunda bitta narsa, foramen intervertebralidan orqa miyagacha keladigan mana orqa miya ildizini uzunligi bo'yin soha, dumg'aza hamda bel sohalarida farq qilar ekan. Bo'yin qismida orqa miya nervini ildizini uzunligi 1-1,5 sm keladi. Bel dumg'aza sohalarida uzunligi 3-12 sm keladi. Bunga sabab orqa miyani segmenti, umurtqa suyaklarini o'ziga tegishli bo'lgan teshikdan chiqmaydi, nisbatan pastroqdagi teshikdan chiqadi. Mana bu rasmda mana ko'rishimiz mumkin. Umurtqalar aro mana teshik, orqa miyani ichkarida turibdi. Mana bitta trunx nervus spinalis bo'lib turib, foramen intervertebrali orqali tashqariga chiqib olyapti. Mana bittagi rasmdan mana ko'rishinglar mumkin. Bo'yin sohada nisbatan kalta ildiz, pastki sohalarda masalan belda tegishli foramen intervertebrali orqali tashqariga chiqish uchun nisbatan pastroqqa tushyapti. Mana shuni hisobiga ildiz nisbatan bel dumg'aza sohalarida uzun hisoblanadi.